Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli izleyiciler. Reallıkka Nazar programımızın birinci saatini görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görmelerimiz biraz burun del saat 5'te başlagandık ama tordu mesele görülüp mihminimiz Konya'dan katlaşıp kaldığı için şu an kayıtıdan başlaşka mecbur olup kaldık. Keçirim sorayımız tekniklik bir mesele çıkan başka. Şu an kayıtı başladık hem programını. Abay sözlep ötkendekemdi, hemen bir tekrarlı öteyemdi. Bu programını inşallah bundan keyin tünügün elanımızda mı diginimizdek Allah kalırsa her şembe günü saatte saat 5'te İstanbul vakti saat 5'te davamlaştırmamız inşallah her xil temalarda. Hem hemmimizge ma'lum chet eldeki muhaciret yaşayotgan 100 minglarcha belki milyonlarcha xalqimiz va cho'ng kichik farzandlarimiz va her xil sahalarda yetişiyotgan kişilerimiz var. Bugün hem de vatanning ichidagi echinishlik holatimizni xalqimiz ko'rayotgan bu ig'ir hiçbir insandan yoki boshqa bir millatning beshiga kelib boqmagan darajadagi bu alamli kunlarni har birimiz cho'ng kichik his qilib turyapmiz. Bu echinishlik kunlarni yashayapmiz. Albatta sirtki bu sahada bo'layotgan ishlarga siyosiy jihatdan har xil shaklda programmalarni şu sahanınki mutaxassislerini, ahlini çağırıp sohbet edip verip kelyapmiz. Hem de bugünkü bu programını başlayışımızdaki reallık nazar programımızga, reallığımızga nazar programımızga teklif kılgan mehmonlarımız bu yerda vatanning ichidagi bu echinishlik kunga yoki shu yerdagi xalqimizga nimalarni qilish kerak, reallığımız shunday o'xshadi, bu manda qilishimiz kerak deb ular maslahat bergidek bir ahvolda emasmiz. Hammamizga ma'lum bu narsa. Çünkü her taraftan boğulgan, hiçbir erkinliki olmagan yoki sirtki albatta bu az sandaki texnikini bildiğin, kokmaydigan yaşlarımız bugün hem istiqlalning programmalarını ko'rayotganlar var albatta. Ko'p sonli xalqimizga maslahat bergidek halimiz yo'q albatta bilamiz. Ama lekin biz chet eldagi milyonlagan xalqimiz ta O'rta Osiyodagi davlatlardan tutib Amerikaga va Yevropadagi yaşayotgan bir millet var bu yerda, o'sib cho'ng bo'layotgan bir nasl var. Bularga albatta biz qanchalik nimalarni ketkizib qo'ydik mush muhojirat hayotimizda, qaysi jihatda yaxshi elib beryapmiz, qaysi jihatda kamchiliklarimiz var. Mayli bu ma'rif sohasida bo'lsin yoki oila qurish jihati bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mavjud masalalarga realligimiz nima? Bunga qanday chora tepish kerak agar kamchilik bo'lsa? Degandek bu meselelerni haqiqiy birdan bir her programımızda inşallah aldığımız kısalarda to'xtalamiz birdan bir inşallah Allah ömür berse. Shuning uchun bu programını o'rlashtirib o'ltiribmiz inşallah Rabbimiz bizga kuch quvvat berib bu programninki haqqini bera oladigan shaklda bizga kuch ato qilishini Rabbimizdan so'raymiz. Programımızning doimlik aziz mehmoni bo'lgandan boshlab inşallah hemmimiz vatanda kitaplarını, makallarını suyup okugan kalemi ötkür yazgıcımız. Şundaqla hazır Türkiye'de, Konya'da Selçuk Üniversitesi Tarih Fanları doktorantı okuvatkan hürmetlik Abdurrahim Devlet Efendi teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp bu programımızga özünün milletiga özü egelligen bu bilimlerini öz milletininki paydalanışı için taqdim qilishga xo'shallik bilan kelgan hurmatli Abdurrahim Devlet Efendi ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga oldimdan. Sizlarga rahmat aytaman. Chunki o'zimizning ko'z qarashlarini o'rtoqlasha oladigan bu fursat hammamiz uchun qimmatli. Allah razı olsun ko'p rahmat. Qadrli ko'rmalarimiz programımız naq maydondan taqdilatida ekran oldi chiqib turayotgan nomerlar orqali programımızga aloqador har qanday savol, fikrlaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Programımızı inşallah uzatib o'tmaymiz. 30 minut, 35 minut atrofida yig'inchoqlab tugatishga tirishimiz har haftada shu soatlarda inşallah. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Hurmatli Abdurrahim Devlet Efendi programımız kirib ketsak, bugun hamda birinchi son bo'lganligimiz uchun albatta bu programımızninki nima uchun yo'l qo'yganligimiz, nima uchun elib borganligimizni bir xalqimizga tushuntirish uchun nima uchun bu programni boshladik deb bosh mavzu qo'ydik. Shu mishadan bir kirsak, oldi bilan biz realligimizni tushunish nimishqa muhim degan savoldan kirsak. Rahmat.
Bo'ldi. Biz bu savolni bir obrazliq bir o'qitishdan boshlab boqaylik. Agar bir general, ya'ni bir qo'mondon agar o'zining harbiy kuchining qanchalik ekanligini to'liq bilmay, ma'lum bir jangga qatnashsa, biz hammamiz cho'qim bu qo'mondon bu jangda mag'lub bo'ldi deb o'ylaymiz. Nimishqa? Chunki qo'mondon to'g'ri bir jangda yangidek strategiya, bir plan tuzish uchun cho'qim hech bo'lmasa o'zining qo'l ostidagi armiyaning ahvolini, o'z ilkidagi mavjud kuchning zodi qanchalik ekanligini aniq bilishi lozim. Agar unda bilmasa, unga loyiq bir g'alabaga ulashtira oladigan bir taktika qo'llana olishi notayin. Hamda bir cho'ng bir sohadan biz asli kichiklaydi. Masalan, bir maktabda, bir sinfda bir muallim agar o'zining sinfidagi bolalarning ahvolini umumyuzlik yaxshi tushunmasa, bu vaqtda bu sinfda elib boradigan o'qitishning unumi natijasi tuallab ketadi. Bu pedagogikadagi aqlli bir qonuniyat. Xuddi shunga o'xshash, masalan, oila tarbiyasidami, agar ota-onalar o'zining bolasining ahvolini toza yaxshi tushunmasa, bu vaqtda u bolasi uchun qo'llangan nurg'un ta'lim-tarbiya usullari garchi yaxshi tarbiyalashni maqsad qilgan taqdirdami, aslida bolasini tushunishi to'g'ri bo'lmaganligi uchun shu asos ustiga qurilgan tarbiya usullari, planlari hammasi mag'lubiyatga kelib berishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash. Biz hammamiz davolib boqqan. Biz doktorga borgandan keyin doktor cho'qim avval bizning ahvolimizni so'raydi. Bizning ahvolimizni so'rashidan maqsad bizning kasalimizning zodi qanday kasallik ekanligini o'qish. Ya'ni eng dastlabda bir diagnoz qo'yish. Diagnoz qo'ygandan keyin andan keyin bizga ya ukol yezib beradi yoki dori yezib beradi yoki ig'roq bo'lsak yotoq qilib ya operatsiya qilib. Ya'ni qanday davolashdan iborat. Ya'ni bizga nima dori yezish, qanday ukol silish yoki operatsiya qilish qilmaslik deganga o'xshash barliq davolash planlari amaliyotda bizning kasalimiz haqidagi to'g'ri diagnozi ustiga qurilgan bo'ldi. U diagnozni qo'ymay turib, elib borgan davolash bizni saqaytmasligi mumkin. Balki hatto bizni halok qilishi mumkin. Demak, mening bu yerda tilga olmoqchi bo'lgan birinchi sababim, biz navbatda tarixda misli ko'rilmagan bir ig'ir krizis ichida yashayotimiz hammamiz bilamiz. Xo'sh. Hammamizning bu krizisdan ma'lum bir shaklda qutulib ketgisi bor. Ana shu qutulishdan iborat bu o'y xiyol, shu orzularimiz amaliyotda mavjud Uyg'ur realligi haqidagi obyektiv bir tushuncha ustiga qurilishi lozim va shunday bo'lishi kerak. Agar bunday bo'lmagan ahvol ostida bizning millatni qutuldirish, oxirgi maqsadga yetish haqidagi go'zal orzu-armonlarimiz agar Uyg'ur realligidan iborat mavjud holatni to'g'ri tushunish va bir to'g'ri diagnoz ustiga qurilmay, agar o'zimizning subyektiv orzulari ustidan paydo bo'lib qolsa, vaqtda bizning bu planlarimiz bizga foydali emas, balki ziyonli bo'lishi mumkin. Xuddi doktorning xato davolash usuliga o'xshash. Shu bu nuqtadan aytgan vaqtda millatning qayt ko'tarishi, kuchlanishi, oxirgi o'zining maqsadiga yetishi hozirgi Uyg'ur realligini to'g'ri tushunish ustiga quriladi deb aytsak bo'ldi. Bu jihatdan aytganda bizni g'alabaga boshlaydigan kurash yo'li o'zimizning ahvolini obyektiv to'g'ri tushunishni shart qiladi. Buning muhimligining birinchisi bu yerda. Xo'sh. Endi ikkinchisi, garchi biz hayotimizda nurg'un ishlarni qilishni orzu qilsakmi, masalan, shu millatni qutqarishga munosabat bu teminni olaylik. Hammamizning nurg'un orzularimiz bor. Masalan, o'sha Xitoyning iqtisodiy jihatda vayron bo'lishini, siyosiy jihatda vayron bo'lishini, ichki jihatdan parchalanib ketishini, masalan, Yevropa, Amerika degandek dunyodagi cho'ng kuchlar bilan texmi dushmanlashishini, shu orqali o'zining halokatini tezlatishini biz umid qilamiz, orzu qilamiz. Xo'sh. Ya'ni biz orzuyimizni qilishni xohlaydigan bir turkum ishlar bor. Buning cheki yo'q. Chunki u bizning orzuyimizning ichida bo'lgan orzuning cheki bo'lmaydi. Biz xohlagancha orzularimizni qanotlantirib ucha olamiz. Ammo reallikda bizning qanchalik ish qila oladiganligimiz nurg'un ichki va tashqi cheklamalarga uchraydi. Xo'sh. Masalan, bayonga o'xshash biz mesela Yevropa bilan Amerika bilan Xitoyning dushmanlashishini orzu qilsakmi, ammo biz bevosita ta'sir ko'rsatib ularni dushmanlashtira olishimiz ba'zi vaqtda bizning ilkimizning sirtida, ya'ni bizning qurbimizning sirtida. Demak, bu yerda ikkinchi nuqta. Ya'ni biz
özümüzün təsir göstəriş. Birisi bizim bir köngül bölüş rayonumuz var. Yani bizim arzularımız. İkincisi əməli təsir göstərən bir rayon var. Hem de bu özümüzün reallıqını düşünüşdən ibarət bu iş, biz qılalaydigan iş. Eğer biz qilishni yaxshi ko'rsakla, bunun muhimligini haqiqiy e'tirof qilsakla, biz bu sohada o'qigan, masalan, jamiyatshunoslikda, psixologiyada, siyoset fanlarida o'qigan nurg'un mutaxassislarimiz agar maxsus mushu temani, ya'ni navbatdagi Uyg'ur realligini bir obyektiv shaklda bir diagnoz qo'yish shakli, bayon qilishni maqsad qilsa, bu yerda izlansak, nurg'un talablarni to'plasak, hech bo'lmasa o'zimizning mavjud holatimiz zaten qayergacha ekanligini biz hal qila olamiz. Bizlarga bu qila oladigan ish. Xo'sh. Mening buni atayim qila oladigan ish deb ta'kidlashining sababi shu. Biz ko'pincha vaqtlarda biz qilolmaydigan, ta'sir ko'rsatmaydigan, ammo orzu qila oladigan ishlar bilan qila oladigan ishlarning ayrisini, o'ttirisini farqlantirmay qolamiz. Shuning bilan bizning nurg'un energiyamiz, kuchimiz, vaqtimiz biz o haqda so'zlasha oladigan, paranglashya oladigan, qaynaya oladigan, ammo bir hal o'zgartiraydi desak, bizning qo'limizdan kelmaydigan sohaga markazlashib kelib, o'zimiz darhol qila oladigan, biz zehnimizni, kuchimizni yig'sak, çok natija qozona oladigan nurg'un sohalar hozir bo'sh tashlanib kelyapti. Xo'sh. Mana shu nuqtadan aytganda bizning realligimizni tushunishimiz va shu tushunchimizga asosan o'zimizning strategik tafakkurni shakllantirishimiz biz qo'limizdan keladigan, buni Xitoymi to'g'ri qila olmaydigan bir ish. Mesela biz hozir ba'zi ishlarni qilmoqchi bo'lsak, tashqi dunyoning qig'ili qo'ymaganligidan, Xitoylarning arishganligidan yoki aralashib ko'paygan josuslarning qarshilasi tufaylidan yaxshi qilinmaganlikdan iborat bir bahonalar bilan o'zimizga tasalli topamiz. Aslida bunda bo'ladi bu ish. Ammo buni dushman kuchini aytib taqashganlik uchun qilinmadi deb o'ylayman. Ammo dushman kuchni taqishayapmi, taqishanmaydigan, uni to'sog'i bulanmaydigan nayt nurg'un sohalarimiz bor. Xo'sh. Va bizning bu sohadagi tirishchanligimiz yetarli emas. Ana shularning ichida shu realligimizni tushunishdan iborat shu ana masala nayt muhim. Hozirga qadar mayli bizning ilm odamlarimiz tarafidan yoki boshqalar tarafidan haqiqiy turda bir qo'lga ilinib, maxsus masala deb bir tadqiqot obyektiga aylanib, beşimizni qatronmayapti. Chunki biz realligimizni tushunimiz deb ham qilyapmiz. Buning uchun birinchi javobim men shunchalik qarashimni bayon qilay. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan realligimizni tushunishning qanchalik muhim ekanligini bir tushuntirib o'tdingiz. Hamda sizmi chet elga chiqqili ehtimol balkim 4-5 yil qoldi deymi? Xatolashmasam. 4 yil bo'ldi deyli. 4 yil. 2017. Mushu jarayonda albatta jamiyatning har xil sohalaridagi kishilar bilan aralashdingiz, ko'rdingiz, tashkilotlarning qilayotgan ishlarini ko'rdingiz. Xalqimizning ahvolini albatta buni bir millatning yozuvchisi bo'lib sifatingiz bilan, millatning ta vatandimi dadi bilan dardlanib kelayotgan bir kishi bo'lib sifatingiz bilan biz bugungi mavjud holimiz ta muhojiratda birinchi shu 50-60 yildan oldida chiqqan xalqimizni tatib shunda bir yiroqqa qarab kelsangiz, bunda bir qarasangiz, bugungi reallikda biz o'zimizning realligini qancha tushundik ekanmiz yoki tushunamdik biz realligimizni. Hamma sohani umumiy nazarda qarasangiz. Buna aytilgan muhim bir savol bo'ldi. Chunki bizning mushu savol haqidagi javobimiz amaliyotda oldingi savolda oldingi savollar nihoyat munosabatli. O qanday munosabatli desa, biz ko'pinchamiz birisi realligimizni tushunamiz deb o'ylab qolgan. Ikkinchisi realligimizni tushunamiz deb o'ylab qolganligimiz uchun buni maxsus boshqa turib tadqiq qilish lozim deydigan bir zurriyatni ichimizda his qilganimiz yo'q. Amaliyotda bir reallikni tushunish deganlik agar unda o'ng'ay, unda oson ish bo'lgan bo'lsa, u vaqtda jamiyatshunoslikqa o'xshash, psixologiyaga o'xshash insonlarning ish harakatini tadqiq qiladigan nurg'un palla shakllanmagan bo'ladi. Xo'sh. Ularning nurg'un ilmiy metodlari o'tirib qo'yilmagan bo'ladi. Agar insonlar o'zi paranglashib, choy so'rinlarida
bizning shaxsiy kuzatishlarni yetarli bo'lmagan logikalik aql yurgizishlari bilan kifoyalangan bo'lsa yoki shu yetarli deb qaragan bo'lsa vaqtda bunda pallaning shakllanishini hojati yo'q. Ammo biz bu masalani unda bir taxassus masala deb qarayanmaganligimiz uchun biz realligimizni tushunmaymiz deb mana desam, balki nurg'un kishilar buni qabul qilmasligi mumkin albatta. Ya biz tushunamiz deb. Ammo men uchun emas. Men bir qancha misolimda eslab qo'yay. Biz muhojirat qilib turib vatanga qaytib qo'ydik. Bizning endi Uyg'urlarning realligi cho'ng jihatdan qanday bunda ikki omildan yoki ikki omilning turtkisini shakllangan deb o'ylayman. Birisi tashqi jihatdan biz bir ishg'ol qilingan bir millat bo'lib emas. İşgaliyetçi Xitoyning bizning vatanda yurgizgan sistematik bir mustamlika siyosatining mahsuli bizning realligimiz. Yana bir jihat. Endi ikkinchi jihatdan endi butun ko'zga ko'ringan bu Uyg'ur realligi Xitoyning siyosatining mahsuli deb mana qarasak, masalaning yana bir tarafini nazardan saqlagan bo'lamiz deb o'ylayman. Ama yana bir tarafi o'zimizning shu Xitoyning siyosatiga qaytirgan inkosi. Endi biz bu inkosda bir turkum xalqimiz Xitoyning siyosatiga moslashgan bo'lsa, bir turkumlarimiz moslashga qarshilashish yo'lini tutdi. Ya'ni cho'ng jihatdan bizning realligimiz bir tarafdan Xitoyning siyosati, yana bir jihatdan Uyg'urlarning shu Xitoyning siyosatiga qaytirgan inkosining giralashga ta'sirining natijasi deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda ikki narsa mavjud. Xo'sh. Bunda da ikki savolni so'rab qo'yay. Hozirga qadar Uyg'ur ziyolilarning uchun yoki o'rmonlarning ichidan biz mustamlika qilingandan buyon hozirgacha bo'lgan Uyg'ur realligi haqida yozilgan bir ilmiy asar, ilmiy maqola zodi qanchalik. Men bu yerda ilmiy asar, ilmiy maqola deb atayin uning oldiga ilmiyni qo'shishning sababi bor. Balki biz o'zimizning realligimizni 90-yillardan e'tiboran bu jurnallarda e'lon qilindi. Illatlarimiz haqida, xislatlarimiz haqida. Ama itiraf qilishimiz lazım, bugungi akademik ilmiy o'lchamga solgan vaqtda u maqolalarning mutlaq bir qismi mas'uliyatchan ziyolilarning buni shaxsiy ta'siroti va o'zining subyektiv tushunchaligidan boshqa narsa emas. Xo'sh. Bu haqiqiy akademik va ilmiy o'lchamdan intayin yiroq. Agar biz o'zimizning realligini tushunishda o kadar muhimlikni his qilgan bo'lsak, vaqtda bizning ishimizning hozir qadar Xitoyning siyosatini tadqiq qilgan nurg'un Xitoyshunoslar yetishib chiqqan bo'ldi. Xo'sh. Balkim o'ylashimiz mumkin, vatanda bu imkoniyat bo'lmaganligi uchun ziyolilar unday qilgan. Buni qabul qilgan taqdirda ularda vatanning sirtida vatanning sirtida bu bugungi kunda Xitoyning Uyg'ur ustida, ya'ni bizning ustimizda yurgizayotgan siyosatlarni hozir biz chet ellik tadqiqotchilarning yozgan narsalardan ko'ryapmiz, shularni o'qiyapmiz. Xo'sh. Mushu nuqtani aytgan vaqtda bizning o'zimizning reallikqa haqiqiy tushunchamiz ne kadar kamtuk chala ekanligini ko'rish men uchun qiyin emas. Masalan, sonliq ma'lumotlar orqali biz har qanday ziyoliydi. Nurg'un kishilar so'rab qo'yadi. Ilqi nayt ilmiy narsalar emas, faqat oddiy narsalarni. Mesela xohlagan bir Uyg'urdan Sharq Turkistonning jug'rofiyasi qanchalik? Mesela yer ko'lami qanchalik? Qancha viloyat, qancha shahar bor? Nüfusimiz qanchalik? Degan bu eng aqalli sonliq ma'lumotlarni so'rab qo'yadi. Qanchalik odam to'g'ri javob beradi ekan. Agar shunday bir imtihon oladigan bo'lsak, uni yuzimiz qizarib ketadigan natijaga erishamiz. Haqiqatan. Endi ikkinchi jihatdan, ya'ni Xitoyning siyosatini tadqiq qilish jihatida biz bu kadar keyin qoldik, chala qoldik. Men shuni o'g'im keldi hozir. Xo'sh. Hozir hammamiz 2016-yili Chunchanga Xitoy kelib bizning vatandagilar birinchi qo'l bo'lgandan keyin vaziyatning favqulodda o'zgarib, nacharlashib ketganligini bir bo'lish nuqtasi deb qaraymiz. To'g'ri, u jihatdan bir bo'lish nuqtasi. Xo'sh. Ammo agar bizda Xitoyning mustamlika siyosati haqida haqiqiy cho'nqur tadqiqot olib borgan tadqiqotchilarimiz, ziyolilarimiz bo'lgan bo'lsa edi, men hozir o'ylayman. Xitoyning bizning vatanda shunday bir qorong'u, javuz siyosat yurgizilganligining alomatlari 2013-2014 yillardan boshlangan.
Qayta nurg'un alomatlar ko'rilgan bo'lsa-mu, shunda bir qora kunning yetib kelganligini bizga oldin bishorat berar ekan. Kim bor? Qaysi ziyolimiz bor? Bu savolni chuqur so'rashimiz lozim. Garchi bu o'tib ketgan ish bo'lsa-mu, bu bizning o'zimizning reallikda o'tgan pozitsiyamizni zo'r darajada ko'rsatib beradi. To'g'ri. Masalan, 2014-yillarda nurg'un so'rovlarda Xitoylarning bo'lib Aqsu, Qashqar, Xotanlardagi butun nahiylardagi turmalarni yengilab silayotganligini, texmi cho'ng, texmi keng silayotganligi haqidagi gaplar asosan nurg'un Uyg'ur biladigan gaplar, maxfiy gaplar emas. Nurg'un gapni so'rinda o'tirib deyishadi. Faloniyaga cho'ng bir turma sotdi, faloni sayg'a sotdi. Shu vaqtda bu turmalarga kimlarni so'laydiganmi? Aslidagi ko'ni turmalarni yıkmabdi, uning o'rniga solmabdi. Yenidan selib etibdi. Ko'rimi nihoyatda cho'nkan. Mana mushuning o'zi amaliyot kelgusida, mushu turmalarga kimning kirganligini bir tasavvur qilishni iborat bir ipuchi berdi bizga. Albatta. Xuddi biz Xitoy jinoyatchilarini ishga surgunni qilib bizning vatanda so'laydigandek o'ylab qolgan o'xshaymiz. To'g'ri. Bundan keyin 2015-yillarda oshkora to'rlarda bunday maqolalar chiqishga boshladi. Mening esimda qolgan bir maqola bor. Xitoycha Wubupa deb atadi, ya'ni 5 dan qo'rqmaslik. 5 dan qo'rqmaslik deganning esimda qolgan bir qanchasi bor. Birisi Xinjiang siyosatini ijro qilishda xalqaroning besimidan qo'rqmaslik. Xinjiangdagi kadrlar siyosatni ijro qilgan vaqtda xalqni ayirib qo'yishga qo'rqmaslik. Xinjiangning tinch, go'zal bo'lgan obrazini ichki rayonlarda buzilib ketishdan qo'rqmaslik. Degandek qo'rqmasliklar bor. Ana shuni o'zi nimadan derak beradi? Hozir o'ylayman. Demak biz bundan keyin bu yerda xohlaganimizni qilamiz. Sharq Turkistonda xohlaganimizni qilamiz. Uning oldida xalqaroning oldida satturamiki deb yoki u yerda javobgarlik ortib qolamizmi deb. Xo'sh. Sallalqi yumshoqlik qilgan bo'lsak biz bundan keyin bunday qilmaymiz. Endi biz bu besimlarni qo'ymay xohlagancha qilamiz degan narsa kerak. To'g'ri. 2016-yil, 2015-yillardan boshlab biz hozir qilayotgan jazo lagerlari asosan hamma rayonlarda jiddiy silinishga boshladi. Masalan, otellarda bo'lib siyosiy maktab, siyosiy yurish maktabi degan nomda qilinadi. Endi ba'zi rayonlarda buning ismi boshqa. Buning ismi boshqa. Shu vaqtlarda shu cho'ng binolarning nima uchun ishlatilganligi haqida biz haqiqiy o'ylanib boqmadik. 2016-yili Pentagon rasmiy kelgandan keyin 8-oydan boshlab 2016-yil 12-oygacha butun Urumchidan boshlab butun nahiyalarga intayin tez sur'atda nihoyatda jiq mablag' bilan soqchi punktlari, soqchi botlari silindi. Agar biz buni ustidan ko'ralish imkoniyatimiz bo'lsa, agar bir hesapda bizning Sharq Turkiston g'oyat cho'ng bir turmaga aylandi. Her bir ko'chada 200 metr, 300 metr aralıkta birden nihoyatda mustahkam silingan, o'qitmas aynak ishlatilgan soqchi botkalar bor. Biz mana mushu usullarni asos qilib turib, shu reallikni o'qiy olgan bo'lsak, Xitoyning buningdan keyingi siyosatining burunga o'xshash vaqtliq zarba berish, bir mezgil bunday qilib emas, balki uzoqgacha bir yo'qot siyosati ekanligini biladigan bo'ladi. Mana mushular yuz bergan vaqtda ko'rdik, mushuni paranglashayotimiz. Shu vaqtda Xitoyning siyosatining qattiq bo'lganligiga ishonmayotgan nurg'un kishilar bor. Buni hozir bo'lgan o'xshash. Xo'sh. Demak, shuncha mavjud alomatlar, shuncha yetkuchi turibmi? Biz oldin ko'rmadik. Birimiz yari bu haqda bizga oldin bishorat berilmadi. Mayli chatlarda, mayli vatan. Biz bu reallikni qabul qilmasak bo'lmaydi. Bu yana bizning reallikni tushunishdan iborat bu muhim temaga naqadar sal qarag'anlik. Agar ikkinchi savolingizga kelsak, bizni tushunmaydiganligimizni ko'rsatadi. Tushunmaydi. Ya'ni Xitoyning siyosatini tushunmadik. Bizning realligimizni yaratgan bir tashqi omilni tushunmadik deganlik amaliyotda o'zimizning realligini to'g'ri tushunmadik deganlik. To'g'ri. Albatta biz bu misolni nihoyat ko'p ola olishimiz mumkin. Men endi
Halkımız nəhayət adətlenген bir tefekkür usulunu misal verip durup düşünmek. Mesela biz bunda meseleni nəhayət köp uşatırız. Bir aylan mesela Japonya'ya vade değil seyahat ettiler. Japonya'da hep tutudu. Mesela o bukallar kirgen buluşu mümkün, aşkallar kirgen buluşu mümkün. Japonya'ya turuşluk uygulamalarıyla başkalarının karanlaşkan buluşu mümkün. Hem biz oturup bunun Japonya hakkında biz hep sorduk. Yani Japonya hakkında sen nemelerini bildiğin bir paranlaşıda desek köpünce halası da bizim Japonya'da hep tutulan bu perindişimiz. Xuddi Japonya'da neçə il yaşab kelgan odamga o'xshash. Hatto Yapon tadqiqotchisi o'xshash. Yaponiya haqida intayin keskin hukmlarni qilishga boshlaydi. Masalan, Yaponiya intayin bo'lgan yoki faqat bo'lmaydigan yoki ishlatish nihoyat oson ekan yoki ishlatish mumkin emas ekan. Mal bahosi intayin qimmat ekan yoki maosh intayin yuqori ekan deganga o'xshash qilchi ehtimollikqa o'rin bermagan. Bunda buluşu mümkün. Ben bunda qaradım. Benim düşüncem bundaroqken. Ben endi aran 7 kun tudim. Men nurg'un narsalarni bilemedim. Demesdim. Şu Yaponiya haqida intayin keskin nihoyatda qo'rqmas hukmlarni chiqara oladi. To'g'ri. Albatta Yaponiya haqida. Masalan, xohlagan bir haj qilib kelgan hojimdan Saudiya Arabiston qanday davlatgan desak, shu haj qilish davomidagi 1 oy 2 oy ichida Saudi'de 30 yıl yaşayan adamga o'xshash ishlar nurg'un so'zlarni so'zlaydi. Hukm chiqara oladi. Agar bir davlat bir millatni tushunish, u haqda hukm chiqish bu qadar oson. Bu qadar qulay ish bo'lsa, vaqti bilan deganga o'xshar. Tarixshunoslik, tarix falsafasi, jamiyatshunoslik, psixologiya degan fanlarning shakllanishini nima hojati? Hozir taraqqiy qilgan davlatlarni o'ylab ko'ring. Masalan, Xitoyga qarshi bir siyosat yurgizmak. Çokun Xitay hakkında sanaksız malumatlarını toplagandan keyin analitik. Yani şu yekununu mu, şu haktaki raporlarını mu, nihayetlik ihtimallıkı iki söz cümlelerle pürüdür. Keskin Xitay emmi bunda kılıdı demeydi. Bunda kılışı mümkün. Bu kıl ehvalda birinci kıl senaryoda bunda kılıdı. İkinci kıl senaryoda bunda oluşu mümkün. Hep pürüdür şular mı? Bizden benim muşu biliş usulümüzün de ameliyatta bizden texmi düşünmeydiganligimizni ko'rsatib turgan yana bir mühim güç. To'g'ri. Masalan, birisi Shvetsiyaga bordi deydi. Yani ishga turgan ekan, adash Shvetsiya qandaroq kelgan desa, qat'iy bormisanlar degan deyish mumkin. Yana birisi deyishi mumkin, Shvetsiya pek yaxshi davlat ekan deyish mumkin. Bu vaqtda biz nima deymiz? Zodi yaxshimikan yoki yomonmikan? Yani ayada onun küzetiş ve küzetiş asasındaki kulağına çıkış usulü testedildi işeniştir. Hoş. Yani yeni bir misalını alayım. Hoş. Köpünçe real turmuşta yaptığımız. Mesela biz bir sorunda Uğurlarına ait Badur bir millet geldik yaklaşık getleştik diyelim. O günüste birisi tarih misallarını elip Sadır Pallah'ını misal veriş, Yeni Batur'un misal verişiyle, Kumar'ın misal verişiyle, yani sanaksız Batur'larımız misal verip durup, Uyghurların ezelden ait Palvan, Batur Korkmaz milletkellik yakını çözüldü. Hemimizden ait kayıl oldu, hayacanlandı. Hem de eğetsi yeni bir soruna bağladık. Eğetsi yeni bir sorunda yeni bir eylem, Uyghurların taraftan böyle nurgun hain, nurgun korkunç çıkallık. Mesela Niyazi Ekim Bey'in misal verişiyle, yani sanaksız hainlerin misal verişiyle sözlü. Bu vakitte biz rahat, hakikaten kopuk geldi. Hem de benim sualım şu. Şöyle gün Uygurlar Batur millet diye vakitte biz beşimize lanıştık. Hem de eğetisi Uygurlar önçöyle Batur millet emesi ki nurgun korkunçak hainlerin köp çıkanlıkta ayaktaki sorunlarını okşaş beşimize lanıştık. Biz ne der? Bütünle birisi ki zid yekünde bir vakti kabul kılalarız. Biz neme için eğetisi şu sorunda oturan vakitte Uygurlar korkunçak yoki hainlar köp chiqqan bir millat deyilgan vaqtda bunda Baturlarni chiqib ketgan degan savolni tashlamaymiz. Nima uchun her ikkisini olqishlaydi. Amaliyotda biz cho'ng bir deklaratsiyaning hamma tarafini to'liq ko'rolmaymiz. Biz her daim ma'lum bir millat haqidagi yetersiz uchurlarga asosan bir kun, 2 kun kuzatganimizga asosan, hatto kuzatgan manbayimizning ishonchli emasligini hisoblash o'tmasdan, tizla
nayeti kopal umumlaştırış elip varımız. Emniyette bizim bu umumlaştırılan hulaselerimizin köpüncüsü lillalıktan, aklilikten, ilmilikten imtihan yirak. Şimdi bu şundan hemmisini nezerge alarak biz reallıkını düşünümüz desek ben doğru olmaydı o da böyle. Ama ahırda kuş koyduğumuz reallıkını düşünüş diğerleri bir nispi hukum. Biz akançılıkı en yaxşı ilmi metodun faydalanıp durup Uygurlar hakkında bir doktorat yazsak mı reallıkımız hakkında. Bu genellikle bir mutlak manada emas. Mesela Uygurlar bütünden bu doktoratı ilgili okşaş bölümler hiç mümkün emas. Çünkü ictimai fenden arkanda hulasısı, tabii fen hulasılarına okşaş mutlak olmaydı. Matematikte iki koşulgan iki tane ilgili buldu. Ama ictimai fen hulasılarda meyle psikolojiye, meyle cemil şunaslık, meyle siyasette hiçbir zaman tabii fendeki okşaş keskin yekün sözgül olmaydı. Fakat yukarı ihtimallıklı iyi bir hulası bilen özümüzün tədqiqatını oturup koyumuz. Mesela bunu amıllağa qaraganda belki bunda buluşum mümkün. Muşu yukarı ihtimallıklı iyi. Doğruğa, bu bir tutukka en yakını muşu dep durup hulası çıkarımız. Ama bizde muşinçilik neresi mi azı bulmayalım. İkinci sualga ben muşinçilik. Hakikaten ikinci bir meselemde insan oylamaya kalınca ben hem en ahırkı bu cevabınızın yolga çıkıp en ahırkı sualımı soraştım burun. Meyli vatanda bolsun, vatanni qo'yib turaylarmish, muhojiratdagi nurg'un taraqqiy qilgan davlatlarda yashayotgan, nurg'un sohada yuqori ilmga erishgan, yetishgan kishilarimiz var hamda. Normal xalqdan mesela ameliyatda har bir xalqimizning shunday ho'shyor bo'lishi siz so'zlab o'tgan temalar mesela Xitoyning shu bir bishoratlar, nurg'un bishoratlarni tilga olib o'tdingiz. Bu albatta bunun bir qo'yqalı olmaydi bununla. Ertugün yani biz kirimiz degani normal inson bo'lish bilan hammamizdan o'ylash, tafakkur qilish talab qilinadigan bir ish normalda. Buni qo'yib turaylik normal xalqimizni. Millatning yetakchilari bo'lgan ziyolilar, bilim egalari bular ogohlantirmay jinoyat amma birsiga ma'lum bir sohadagi kishilarga yoki ziyolilarga jinoyatni, gunohni uningga ortishni maqsad qilmadim bu yerda. Bu yerda mas'uliyat kimning ustida bak jihdi, nima uchun shu millatning angliq ziyolilari devatgan shu sohadagi har xil sohadagi bu kishilar mayli vatanda bo'lsin yoki sirtda bo'lsin buni nima uchun anqiranmadi, ogohlantiranmadi yoki hammasi bexud yashadimi endi? Jinoyat kimda eng yuqori? Buna aytlar qattiq savol ekan bu. En aqalli bir mantiqiy nuqtai qarashda bunda bir misolni qo'yaylik. Biz yo'g'on bir yog'ochni kichik bolaga ko'targanmiz. Xo'sh. Kuchli yo'g'on bola kichik mishini ko'tarib oldi. Kichik ojiz uruq bola amaliyot eg'ir beshini ko'tarib olgan bo'lsa biz ko'rsatmaymizki, ishqotsa sen cho'ng bo'lgandan keyin cho'ng beshini ko'tarsan olmamdi deymiz. Çünkü sen küçük oğallıkın için sen egirrak narsani ko'tara olaysan. Sen küçük oğallıkın için mas'uliyat en avval sening ustingga keladi. Yani bu en aqalli qonun. Bir jamiyatning ichida bir odam qancha bilimli bo'lgan sira uning mas'uliyati tan shuncha egirlab. Xo'sh. Qancha pulisi ko'p bo'lgan sira yoki qancha beyg'on sira o'xshashda uning mas'uliyati tan egirlab qoladi. Bu herkes bilimli köpeyişi bilen, pulun köpeyişi bilen, mesuliyetin köpeyişi benim karşımda oltamaz. O da şuna okşaş gibi. Mesela bayan yerlerde küçük bir şey götürüp ağırlıklı için sen doğrukanlıdan olurdun. O da şuna okşaş. Bu milletten açıda en aval bu tezisi Allah. Aval sada çıkardı Allah. En aval şu milletten açıda baldırı uygan Allah. Köprek, okuğalla ve bilgeller. Hem de demek için onda kımdedi, bu planı gelsek. Eğer demişki agahlandıranmede diyen şu has sualın üstünde bu olsa eğer bu mesele. Ben öyleyim. Biz hakiki manada tutuluştu.
Yani Xitoydan qutulishni ichimizdan orzu qilib baqqanligimizni men agar biz shunday bir orzu, shu orzuda köygen bo'lsak, şunun suyu da aqqan bo'lsa, şu bizni kecha kunduz mashg'ul qilgan bo'lsa, menimcha o'sha sohalarda cho'qim mutaxassislarimiz yetishib chiqqanlar. Chunki bu haqda kitob o'qish, tushunish, uni maxfiy yo'sinda epirish mumkin. Vatanning sirtida albatta tiqilmam. Ammo endi nima biz bu haqda qaqshsa qilsan, ig'ir qaqshab qilishimiz mumkin. Biz bu programni qaqshashdan to'xtatmaydi. Xo'sh. Ammo biz hech bo'lmasa o'shani yetishtirib, undan keyin o'qiyotganlarimizga, yoshlarimizga, ilm yo'lida mengayotganlarga shuni bir samiga sep qo'ysak bo'ldi. O'qiyotgan bor bilimimiz bugungi kunda Uyg'urning reallığı bilan moslashsa yoki moslashtirish uchun tirishilmasa, bu vaqtda Uyg'urga bu xil bilimli kishilar pek amaliy qimmati olmaydi. Xo'sh. Çünkü her kanda bilimli bir Uygur tabiiy fen okusun mu? İçtimai fen halkın bir kesbini okusun mu? Ma'lum bir şekilde onu Uygur'un realliğini bağlaş, Uygur için hizmet kılmış, bütünleyin mümkün. Bütünleyin mi? Mesela değil, Türk dil edebiyatı okudu. Uygur'un bütünleyin, Türkiye, Türk yazgıçları yazgan eserlerini tahkik çalışmalı. Hoş. O şunda vakitte Uygur yazgıçları yazgan eserlerini Türkçe'ye tercüme edildi. Uygur yazgıçlarını Türk dünyasına tanıştırdı. Ya ki Türk yazgıçlarının ilgili yazış usullerini Uygurlarla tanıştırsın. Yesil eserlerini Uygurca tercüme etsin. Kısacası bu fakat bir mesuliyet ve vicdan meselesi. Elbette bu okuşuyla küçük kaldığı aşama. Bunu bunda bir tarafım var. Doğru. Köptün köp rahmet. Endi hakikaten programның 5'den tatip hazırgacha realligimizga bir qisqacha bir diagnoz qo'ygan boldik. Bizning bir gap bor ki kasalga to'g'ri diagnoz qo'yish davolashning yermi deb bir og'rib qolgan odamni. Demak, mayli qaysi sohada bo'lsin, bir millatning gullanishi, qad ko'tarishi, taraqqiy qila olishimiz har sohada bo'lib eng cho'ng bu zulmdan qutula olishimiz uchun Xitoyninki bu vahshiyligidan qutulib o'z erkinligimiz bilan mustaqil holatda yashay olishimiz uchun butun xalq bo'lish sifatimiz bilan xalqning ma'lum sohasidagi kishilar yoki yoshlar emas, butun xalq umumiy millat sifatida uyg'onishimiz kerakligi intayin ziyonning va turklardan bir gap bor, ziyonning naridan keyniga qaytsang o ameliyatda sen için paydadır, kardır deb bir gap varmışlarınki. Realligimiz her sahadaki, ilim sahadaki ziyolilarga %50-60% atılgan bolsa, normal ticaretçi, o'chi-buchilarga har xil persentda mas'uliyat ortilishi mumkin endi. Umumiy jihatda yuksalishimiz uchun bu realligimizni to'g'ri tushunishimiz, shuning qarata yo'l tutishimiz kerak ekanligi natija chiqqan bo'ldi. Qanday qilsak realligimizni to'g'ri tushuna olishimiz mumkin degan savol bilan tugatsak, andan keyin ko'rilmalarimizmi savol qilyotdi hamda ba'zilari. Albatta bundan keyingi har bir programmamizda bir ko'rmamizda ota-ona bolalar masalasini oldimizdagi sonlarda har sonda ayrim tema shaklida to'xtalamiz, shu vaqtda ayrim to'xtalamiz deb bu yerda qo'ygan bo'lay. Oxirida shu bilan tugatsak. Bu realligimizni qanday qilsak tushunishimiz mumkin. Ayrim mustaqil bir qism bir bo'lim qilish lozim xolos. Aytib qisqalam, unda qilsak realligimizni yaxshi tushunamiz deyish biroz yengiltaylik. Endi shunday nima lozim aslında. Programının ihtiyacılar ve birkaç noktasını kısaca arkadaşlarımızın sevmeki salay. O noktalarda biz özümüzden ameliyatı da takım çoğunluğa oynanıp kengaytib atalaymiz deb, kengaytib alalaymiz deb o'ylayman. Menimcha birinchisi buni hamma odam qila oladi deb o'ylayman. Xo'sh. Özümüzden reallığı hakkında bir maksatlı küzütüş edip verişimiz lazım.
Küzütüş diyenlik, kürüş diyenlik, şunu çokum aydınlaştırılış gerek. Kürüş bazı maqsadsiz oldu. Yani küzümüzge çelip kalmayı kürüp kalımız. Ama küzütüş ma'lum bir maqsadga yetiş üçün kürümüz. Eğer bizde o maqsad bo'lmasa, o vaqtda o kürüşten erişken xulosalarimiz bizim isimiz tutmaydı. O uçurlarını biz pişirip bilimga aylantıramayız. Başka uygulanan reallikini mayli hatta şu Facebook'taki yazılan makale çap yoki inkaz qatorliqlardan boshlab yuz berayotgan hamma masalalarni ma'lum maqsadda bir mezgil buni kuzatishni o'rganib olishimiz lozim. Agar kuzatishlarimizni xulosa yezib xotir qilib olsak, bir mezgil o'tgandan keyin kuzatmagan xulosalarimizni qaraganda bir qadar to'g'ri natijaga erishamiz. İkincisi, çok münasebetli yerlerden öğreniş gerek. Şu tarih felsefesi, psikolojiye, cemiyetşünaslık taraflarıyla imtihan ediyor. Mesela cemiyetşünaslık diyen pennin ısıtılan bilelerimiz, yani cemiyetini tetkik kıldığın pen diyenler. Demek aşında bir pennin mevcut. Bugünkü de içtimai penlerden için en mühim penlerden bir aylanışına uygula, bunun cemiyeti düşünüş, cemiyetteki meselelerini emeli tasvirlep veriş. Anadaki sebep netice münasebetlerini aydınlaştırış. Belki bazı kesinliklerine nispeten diagnoz ediş ve hal kılış çağrılarını oturup koyuşta adı mevcut cemiyet şunası şekillenip olan nezriyeleri, formülleri, raporları var. Bunların hepsi ne olurdu biz faydalanırız. Mesela köşmen cemiyet şunası hep cemiyet şunası bir türü var. Nasıl köşmenlerin meselelerini tekrarlamak. Ama ağzına kadar ben hiçbir bu sahada yazılan eser görmedim. Çünkü mesela dedi köşmenlik mümkünde muhum çeterdeki muhaciret yaşanan Uygurlarla meşgul kengen könemez. Hoş. Mesela Türkiye'den Avrupa'ya köşmenlik için 3 milyon Türk var. Yemani'de, Gollandi'de var. Kanada'da var. Bunun başka köşmenlikle yaşanan Pakistanlıklar var. Hindistanlıklar var. Ve başka nurgun milletler var. Ular şu devlette kanda yaşadı. Kanda meselelerine duç geldi. Ulardan biz nimelerini ülkeleriyiz. Kandak örneklerini alalayımız diyenler sonra millette. Biz şunu münasebet materyallerini okusak, köysek, biz özümüz yeni bir usulünü işlep çıkarıp okuça, nurgun teyya retiplerinin derhal faydalanatlayız. Üçüncüsü, özümüzün pat özümüzden reallik okşayıp gidadigan bazı milletlerge seliştirip çıkmışlar. Seliştiriş yaxshi bir usulü ve metodu. Biz seliştirgan vaqtda o'xshashlik nisbatimiz ancha yuqori bo'lsa, bu selishtirishning yoki o selishtirish orqali qo'limizga kelgan xulosa shuncha obyektiv va yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa biz masalan o'zimizni tursiz germanlarga selishtirib olsak yoki yaponlarga selishtirib olsak, mesela Japonya'nın falan şirketi biz nima uchun unda qilolmaymiz desa biraz real olmaydi. Hoş. Ama shunda ko'chman yashayotgan nurg'un millatlarga, bizga o'xshash mustamlikada yashayotgan millatlarga, ularning kurashlarini, tarixlarini o'rganib boqsak, ko'rib boqsak, menimcha yana o'zimizni tushunish haqida nurg'un o'rnaklarni topa olamiz. Ama to'rtinchisi, o'zimizning tarixini yaxshi o'qishimiz ve okuganlarımızdan xulasa çıkışını bilişimiz lazım. Demişka diyende bir millet uzak müddet ma'lum bir coğrafiyalik rayonda yaşar. Okşaş kısmetlerini tekrar beşinme ötülüş. Okşaş bir medeniyet ve okşaş bir dinle içinde yaşaş arkalık başka milletlerden bütün okşamaydıgan bir medeniyet kılıfı gibi oldu. Emniyette bir milletin kimliği ve müşterisiz başka olsanız. Yani medeniyet kimliğimiz, emniyetin kimliğimiz şu. Şuna bak, yani bizim bugünümüz, emniyette tarihimiz arkalık yaratılgan diye. Eğer biz özümüzün tünügününü yaxşı düşünsek, handağılap bugünkü günkü kimliğimizi düşünelim. Çünkü bugünümüz sanatsız tünügünlerimizin neticesi. Ona bakanlıkin, bu da adli değil. Adette mesela sakçı organlarımı ma'lum bir adamın cinayetçi emeslikini gumanlanmakçı olsa onun arifini tekrar edin. Bu adam kanlı adamdı.
Onun arqını tekshirib chiqish orqali agar ilgari jinoyat sodir qilgan xotirasi bo'lib qolsa vaqtda uni gumonlanish nisbati yuqori bo'ladi. Nimishqa? Chunki u burun jinoyat sodir qilib ekan, undan keyin sodir qilish ehtimolli bor ekan. Deb uni gumon doirasi ichiga kiritdi. Yana uning arqi orqali uning harakatini faraz qildi. Kimlikni diagnoz qo'ydi. Shunlashqalik biz o'zimizning kimlikini va qandoqligini tushunishda tariximizni o'qishdan aylanmaymiz. Shunlashqa tariximizni yaxshi tushunamiz. Amaliyotda tariximiz bizning arqimiz. Bu arqda biz varaqlamasak, boshqa varaqlaydi. Ham varaqliqlik amaliyotda. Xo'sh. Endi ba'zinchisi endi necha yillar mobaynida nurg'un chet ellik tadqiqotchilar Sharq Turkiston haqida, tariximiz haqida, Uyg'urlar haqida va bugungi siyosat haqida nurg'unlagan ilmiy maqolalarni yozdi, ba'zilari sayohatnomalarni yozdi. Masalan, shu 19 asrda bizning vatanda yozilgan sayohatnomalar intayin ko'p. Bir necha parcha sayohatnoma. Angliyaliklar yozgan, Rossiyaliklar yozgan, Yaponliklar yozgan. Shu sayohatnomalarda biz haqida, ya'ni 19 asrdagi Uyg'urlar haqida nurg'un muhim materiallar, xotirlar bor. Bundan keyin 20 asr mobaynida nurg'unlagan Uyg'urshunos avtorlar haqida esil asarlarni yozdi. Ularlıqı Uyghur bo'lmaganligi uchun bizning masalalarimizda tadqiq qilgan kuzatgan vaqtda bizdek tez hissiyotga berilib ketmaydi. Ya'ni betaraf maydonda turib, biroz rahimsizlik bilan biz haqda o'zining diagnozlarini qo'rqmay o'tirib tashlalaydi, o'tirib qo'yalaydi. To'g'ri. Ularning asarlari haqidagi butun hukmlarni to'liq qabul qilib ketmasakmi, ammo ular o'zimizda tushunishda o'xshash ibratli rol o'ynaydi. Ama ahırda şunu ta'kidlayman. Hammamiz bir ilmiy metod asosida fikr qilishligini bilishimiz kerak. Ben abayam bireylen Yaponiyaga berib, hep tutgandan keyin Yaponiyaga qarab, Yaponshunos o'xshash gap qilaydi dedim. Shu xulosaga kelgan narsa bizning odamlarimizniki ilmiy bo'lmagan tafakkur. Mesela bir odam hech bo'lmasa shu so'rinni shu yutib olgan vaqtda, bu sen Yaponiyaga berib qaran, hep tutgan tutsan. Sen o hepsinin içinde aran bir iki şehirdeki seyahat noktalarını aran küreşki vaktini yetti. Ondan o halde sen Yaponiya hakkında oyuncu olarak keskin kulağısı çıkışına senin vaktin mi yetmedi, geliştiğin uçurlar mı yeterliklemez? Yani gelip sen bu uçurlarını ilmeğin yoğurup durup kulağısı çıkışını bilmeyse de anın diğerleri hakkında biraz kendini meydanda turalayınız. Eğer bizde oyunculuk kallımız olmasa şu olan bizde elsiz çıkıp işimiz mümkün. Yaponiya qat'iy bo'lmaydi ekan. Ular Ahmed berib Turkiyaga Yaponiya qilmanda dedi. Demak, Yaponiya shu deganga o'xshash davlatgan deb o'ylayman. Chunki biz uning so'zlagan ahvolarini yaxshi dangsiyalaydigan bir ilmiy taroz. Demak, bir ilmiy metod ostida fikr qilishni o'rganishimiz nuqul hozir bugungi kunda tadqiqotchilardan ilm bilan gapirishlar keladilar. Talep qiladigan talep emas. Balki avam xalq bu hech bo'lmasa shunda keskin xulosa chiqarolmagan taqdirda yoki aynan diagnoz qo'yolmagan taqdirda boshqalarning biz haqida so'zlaganlarini o'qigan vaqtda darhol nima desa agishib ketmasdan sen o'zining maydonini yo'qotib qo'ymay turib bu o'tirib qo'ygan ushurlarni xulosalarni so'qqan maydonda baho beradigan holga keladi. Bugungi kunda Uyg'urlarning mush saviyaga kelishi bizim davayımız için mi? Ben öyle fevkalade muhim kıymetli bir yere koyuyorum. Yani bu sualdan da açmışsınız. Köpten köp rahmet Allah razı olsun. Ayeti kıymetli tefsili halette misallar bilen cevap verdiniz. Allah razı olsun. Programımızda müşahede ahırlaştırsak vaktimizni to'shib eshib ketdi. İnşallah aldığımızdaki sanlardan başlap her sanda bir temin tutup durup program o'tkazamiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Allah razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Görüşüp turalım. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, anglab o'tdik. Nihoyatda qimmatli fikrlar bo'ldi. Realligimiz bu şekilde hamda her saharimizdeki kişilerimizninki ahvolimiz bu. Bununla qandaq diagnoz qo'yib qanday maqsaq, qaysi şekilde natija chiqarsak
to'g'ri bir diagnoz qo'ya olsak, to'g'ri natija, to'g'ri muvaffaqiyatlarga erisha oladiganligimiz chiqib turibdi. İnşallah Rabbimiz ömür berse deganimdek bundan keyingi sonlarimizda tafsiliy holatda to'xtalamiz. Endi shu program oxirida haqiqatan bir insonning yuzaki tushunishi, bir masalalarga nihoyatda yeniklik bilan keskin bir narsa deyitishiniki albatta nihoyat ko'p uchraydi har sohada anglab turamiz. Buniki qanchalik ziyonliq ekanligi, amaliyotda bir johillik, bilimsizlikning natijasi ekanligi ko'rinib turadi bu masalada. Shu so'zlarni deyotgan vaqtida bir so'z esim keldi, shundan bilan tugatsak. Bu so'zni deguchininki har xil varianti kelganligi uchun ba'zilar bu so'zni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuga nisbat berdi. Ba'zilar bo'lsa Imom Ja'far ibn Muhammad Sodiqqa nisbat berganlar bor. Mayli deguchi kim bo'lsa aytdi, hikmatli bir so'z ekanligini shuningga qanoatim bor. Kishilar insonlarning to'rt turga bo'linganligini, uning bir turdagi kishilar bo'lsa biladi va o'zining bildiganligini ham biladi bu kishi. Bu kishi olim, uning keyingi ergishganlar dedi. Yani bildigan ve o'zining bildiganligini ham bildigan, o'ziga ishonchi bor. Bu kishilar olim kishilardir. Buningga ergishganlar buningki degan so'zlarga ko'ra yo'l tutib mansanglar bo'ldi dedi. İkinci türlü kishi bo'lsa, o'zining biladi, ammo o'zining bildiganligini bilmaydi. Bilsimi o'zining bildiganligini bilmaydi. Bu türlü kishilar balkim bu kishi biraz uxlab qolgan bir kishi buni uyg'otib qo'yinglar deydi. Bazı alimler bunu hem de düşündürüp deyirken ki bazı insanların içinde bilsimi yoki söz kabiliyeti cihetten insanların aldığı söz kılış, hicil buluş sebepten degandek her xil sebepler bilen özünü bilmeymen dep kemterlik kılıp aldığan insanlar var. Bu türlü kişilerini her xil şekilde aldığı çıkarıp bununki bilmeden bunun nimesinden faydalanırlar. Bu uxlap qalgan biraz cemiyetten sırtı tıkap qalgan kişi bunu sahaga epkilana bunu paylaşana gerek uyg'otinglar bu kishini dedi ikinci türlü kishini. Üçüncü türlü kişi bo'lsa nima bo'lsa bilmaydi, o'zining bilmaydi ama o'zining bilmaydiganligini biladi. Bu kishi jahil kishi, buningga o'rgatinglar dedi. Bir millatning har sohasida mavjud bo'layotgan to'rt turli kishidan insonlarning to'rt turi bo'lganligini bilmaydi va bilmaydiganligini biladi o'zininki. Bu jahil kishi, bilmay qolgan kishi buni o'rgatinglar. Dördüncü kişi bo'lsa bilmeydi ve özünün bilmeydiganligini ham bilmeydi bu kişi. Bu kişi en ahmak kişidir. Bu kişiden yiroq turinglar dedi. Bu nihayet bir güzel bir ders bo'lsa kerak her birimizga. Rabbim inşallah bu dördüncü türlük insanlardan qilib qo'ymasin. Yuqoridagi en yaxshi, çünkü hayatımızdaki halimizi o'zgartirish uchunmi ana shundoq uyg'oq turishimiz, tetik turishimiz özümüzge en paylık bo'lgan narsani erishimiz kerak deb qarayman. Rabbim ömür berse, kilar qatim qisanda ko'rishguncha aman bo'lg'aylar. Program oxirida yani kichkina bir qonunimizdagi yangilikni ham sizlarga xabardor qilib qo'yishni uygun ko'rdik. Albatta uzundan buyon biz har kundalik xabarlarimizni taqib o'tamiz. Yakshanba kuni xabar bo'lsa deb nurg'un orzu qilayotganlar inshaalloh ertadan boshlab har yakshanba kuni soat İstanbul vaqti 5 da haftanın içinde yüz bergen en mühim Şarkı Türkistan ve dünya gün tartibine ait olan haberlerini her yakshanba günü xulos şekilde huzuruna sunumuz. Bu yenilikten haberdar qilgan bo'lay. Ati ko'rishguncha bu san programımızda bo'lsa, kelar hafta o'xshash soat ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.